Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi kun Urganch shahri Maxtumquli ko'chasida zamon tipda qurgan yarim plan 200 metr kvadrat hovli joy sotuvga chiqdi. Görüşler mümkün. Bu tamamıyla Nur Bereke aboylar alemi Maxi Dekor. Bu tamamımıza gezek yine. Bam aboylar alemi obunachilarimiz. Bu köçemiz El-Xarabi Şah köçe. Doğrumuz aeroporta getiriyor. Bu tamamımızda şehre gilletinden vokzala getiriyor. Yolumuz esası Sentral'ın yolumuz size. O böyle alamdan doğru çapa kayırlamız Özbek Üniversite kompaniyası abunasılar görüşler mümkün. Ablasın Raddom, El-Xarizm məktəbimiz Bakçanın şu köşədə joylashgan tinch yerdən sonra bilgan mijozlar üçün 100% tayyor remontları bilan müstəhkəmət qurulgan abunachilar. Esa içalları bilan batafsil tushuntirib. Asosiy liniyamizga kelsak 13 yangi qo'yilgan avtobusning liniya qo'yilgan esa içallar bilan tushuntirsak. Asfalt ta'minlaymiz abunachilar. Konçularımız hovli joyimizda oldi qismlarni e'tibor bersak, joyimiz 200 metr kvadrat 9'a 20 yarım. Tamamıyla El-Xarabi ko'cha lokatsiyasiga uzatdik. Asfalt nagi tamamıyla bog'cha El-Xarizm maktab. Alloh zo'r yani. Burchotga bo'lgan fasadlarni yana travertlar urgan turk avtobus. Bellarimiz yana oldimizga erchalak kelgan kamera bilan jihozlangan. Bu tomondan kamera bor. Tele tarmoqlarga ulangan ekan. Qanday sistemalar chiqqan, billarim kafil bo'lgan. Bunamlar urilgan ekan. Xullas fayzi, barakali desagan bo'lar. Hammasi nasib qildi. Hamma to'ylar, yaxshi kunlar. Buyursin ishqilib olmasalar bilan yana chiroyli bir ko'chada kelibdi gulimiz. Go'zal. Eshiklarimiz, arkalarimiz ham burchakkalar. Esa chiroyli deb tushuntirib o'tsak. Bismillahirrahmanirrahim deb. Yine dalanımız yeni düşken kandillerimiz, galagillerimiz koyulgan. Ön tarafımızda her daim gidik. Birimizde sırayla rakoynamız koyulup ötürgen. Ayak tilemiz 60-60. Kafil, toplu kol ve kızar davranışlarımız. Şimdi ispasonla etip mesistamız koyulgan eken böyle. Doğrumuz, krizor zonamız. Krizor zonamızın arka kısmında ledla, çap tomonda bir de krizor camını. Pesterese polka indi gereklilerce koyla verdi. Yine gilemlerimiz, perdelerimiz yine onatılan. Tak, birden nasozla koyulgan toplumunun mekanizmları şöyle bekleyip tuttu. Gilemler seni devam etsek yaxşısından koyulgan. Doğrumuz aşxanamız, mehmonxonamiz karavotlarlı, sifatli ishlardan koyulup o'tganiga. Endi chap tomonga girishimizda mehmonxonamiz, kabinlariga ham bamtiritor zonamiz, niyob ishlar tutilgan. Üstüra koyulgan, keyin galagen, emniyetdan dekorativ etib led qo'yilib o'tilgan. Tok montajlarimiz ham alohida konsert uchun berimiz endi razvedka qo'yish uchun alohida qo'yilib o'tilgan. Sanatçılarımız yine ahmet verdik. Bir de rakoyna, imtazımız, vannamız var. Ventilasyon caylarım. Yine zerkala koyulmuş. Bir de kilmaş için bir santetlik şerik var. Götürgen edeken baladan. İşler akvalimin. Bir de indi. Ey Allah. Mehmahanası edeken baladı. İli. Spaniya qilsam bo'ladi. Endi otaxonamiz, onaxonlarimiz Ispaniyada zakuriy, mehmonxona qilsam bo'ladi. Gilamlarning har xonasi alohida rang bilan bo'yalmasi etilgan. Oshxonamiz edi. Oshxonamizning kuxnyamiz baland, katta jim kuxnya oshxona qo'yilgan. Jemishli, 'yine akril materialdan.
gaz plitamiz, vitechkamiz, yana moykamiz. Kamizlar bo'lsa qo'yib beradi. Oynamiz ham yana chiroyli arqa oynalar. Bog' tomon qismi. Mabida daraxtning ekilgan ekan. Yine bağımız burchakkalar. Qarang, ahamiyat beringizda. Oppoq burchakkalar, kafellar urilgan yine. Uchochlarimiz bu yerda joylashgan. Jim suyutina vazifasi niyam ishlatib, hisoblarimiz ham ishlov berilgan ekan. Joyimiz aldi qismi keng, 9 dan ziyod, 9.5 ekan. Endi bom MDF'dan mustahkam o'tilgan. Bom oq jim suyu taralır ekan. Yine kandillerimiz chiroyli sunma. Chap tomonda bir mehmonxonamiz bor. Neoklasik usulda tuzitilgan. Yanada svetleri. Radiatorlarımız var. Kuzatib o'tishamiz. Perdelerimiz ham koronalı. Yine radiatorlarımız, padokoylarımız ham bor. Can o'ta mustahkam, 30% mi 40% pishgan karuj plita bilan bostirib, keyin xom oralash. Oshxonamiz ustida bir xonachamiz bor. Perdeler mos etib, oboyni mos etib, gilamlar qo'yilgan ekan. Bu yerda yana bir xonamiz joylashgan ekan. Endi sanucularımız görüşen gibi. Yine sanucularımız olacak. Bak kaynağımız, unit ağzımız, radyatörümüz bir tane vanamız var ekan. Fotoğrafları plastik. Şunda 2 tane sanuculardan ibaret 5 tane xonasi bor. Obunachilarimiz narxi jazon desangizlar, narxi $140,000, 300 metr kvadrat. Lokatsiya Al-Xorazmiy maktab. Videorolikimiz kanaldan tushuntirib o'tdik. Gerekli ma'lumotlarni berdik. To'g'ri qo'llanma aytib o'tdik. Xullas yana kamisi yo'q degan umiddan joyimiz dim chiroyli. Hammamizni Allohimdan so'raymiz, yetirsin shunday imoratlarda. Iloji boricha qalbing toza bo'lsa dedi, hamma ish tomonidan keladi. Ishlayotganimiz ham kuzatib o'tdik. Bom MDF'dan. Bu kurgan, nölden kurgan ustamıza, satadigan insanımıza rahmet aytib qo'yamiz. Xalqimizga yetirib berdi shunday imoratlarni, shunday ideyalar chiroyli chiqib turibdi. Obunachilarimiz esa ma'lumotlarni berib, kengaytirib tushuntirib o'tdi. Narxi $140,000, 200 metr kvadrat. Telefonlashtirma 88 510 30 aloqa chiqarsa, Danielbek bilan bog'lansangiz, kelib hamma ma'lumotlarni berib tushuntiradi. Joyimiz qurilib 1 yildan ziyod bo'ldi turibdi. Adam yashalmon. Bizi satmayacak edi, ayrim sebeplere satva qo'yildi. Shuning uchun katyollardan bir tushuntirib o'tdik, yine katyolları chiroyli deb uyimiz hammani qizdiradi. Gücü yetadi deb o'ylasam, bu hududunda gaz, sel, suvdan hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. Avlosini raddomam shu yerda, shaharniki ham shu yerda raddomam. Xullas, Medkollej ham shu yerda. Lokatsiyasini gap bo'lishi mumkin. Lokatsiyasi Zo'rtoshkada joylashgan. Esa buyursin deymiz. Alg'anam satqanam buyursin. Hisobini ochamiz. Sog'lik omonatda görüşünçeler. Esenlikler, şifa bersin. Yurtumuza göz değmesin. Videolarımız qisqalarına qilib yakunlab qo'yamiz. Shuning joyimizni sotaman ile kvartira qo'yaman desangizlar, bog'lanadigan nomerlar setaman 91 425 0606 aloqa chiqarsa, Instagram, Telegram, YouTube kanallar joylashtirib sotib berish, ijara qilib berish har doimlik xizmatda. Faqat reklama pullab olamiz.
Sağ olunlar, boy olunlar. Bize videolikimizde yakınlar koyamız.